Urush tugadi. Endi uyga qaytamiz. Remarkning Ortga yo'l romani urushdan qaytgan, tinch hayotda o'z o'rnini topishga qiynalayotgan yosh nemis askarlari haqida hikoya qiladi. Uni mantiqan G'arbiy frontda o'zgarish yo'q romanining davomi deyish mumkin. Maktabda o'qiyotgan yosh yigitlarni birdan urushga olib ketishdi. O'ldirishni o'rgatishdi. Bu paytda ular uyga, yaqinlari yoniga qaytishni orzu qilishardi. Ammo urushdan keyin ular kutgandek bo'lmadi. Qancha dahshatlarni ko'rgan, o'limni ichidan his qilgan o'smir endi shunchaki harbiy kiyimni yechib, hunarmand, quruvchi, savdogar yoki o'qituvchi bo'lib keta olmasdi. Ular yo'q qilingan avlod edi. Bilasizmi, butun boshli katta romanda biror qahramon favqulodda esingizda qolmaydi. Sobiq askarlar xotirangizda yuzsiz, xaraktersiz va his-tuyg'usiz soyalardek qoladi xolos. Bu ham asar g'oyasiga ishora qiladi. Agar G'arbiy frontda o'zgarish yo'q urushning ma'nosizligi haqida qichqirsa, ortga yo'l urushdan keyin jangchi uchun ortga yo'lning o'zi yo'qligi, u hech qanaqasiga avvalgi normal hayotiga qayta olmasligini aytadi. Bu kitobni o'qiganda siz muammolarim deyotgan narsalar qanchalik mayda ekanligini his qilasiz. Shuning uchun ham aynan sizga ushbu kitobni o'qishni tavsiya qilaman.